Assalomu alaykum ahli gurpa. Mana 5-yanvar baliqlarimiz yetib keldi ko'limizga. Mana to'kyapmiz akalar. Baliqlar mana yo'qsiz zo'rida mana. Kichkinasi 1,5 kilo baliqda akalar mana. Mana akalar to'kilyapti baliqlar. O'silar oldi. Baliq qalay ekan usta? O'zi ayting mana. To'g'rimi zo'qti? Qoch turingchi bobo. Mana o'shalar guvohligida to'kyapti. Mana baliq ham jon bilan tenagan uzunligi ham. Mana ketdi mana baliqlar. Ana akalar 80 kilo balig'imiz keldi mana. To'kyapti o'shalar guvohligida. Kelaverasizlar. Yog'da pishirsalar ham, suvda pishirsalar ham bo'laveradi. Mana baliq uzunligini qarang bu baliqlarni. Kelaverasizlar akalar mana. Hammasi zo'r ekan baliqlar. Bu baliq. Mana akalar baliqlar ko'ryapsizlarmi uzunligini? Voy, xushyor bo'lamiz. Voy Mirzoq aka. Qo'lda ushlamayman deyapsiz suvga tushib akalarimiz. Asal baliqlar keldi. Kelaverasizlar. Yozg'ondek ko'limizda akalar. Bekte kallen urvanma ekan o'zi. Ehtiyotlar tashayapti. Hozir o'ndalar. Ana, gala baliqlar. Do'stim qo'lingizda bittasini qarishlang-chi. Qarishlang. Bunaqa uzunasiga, ha.